Har qanday multiradarni sud orqali bekor qilsa bo'ladi. Qonuniy gaplashamiz kanali admini Jasurbek Nas avtoyurist bo'laman. Aha. Mana shu sertifikatingiz moslama bilan bir xilligini tekshirsak bo'ladimi? Mana shu moslamaga tegishli ekanligini ko'rsak bo'ladimi mana shu sertifikat? Kameraga olishimizga haqqimiz bor. Konstitutsiyaning 33-moddasi bor. Ichki ishlar organlari to'g'risida qonunning 9-moddasi ochiqlik, shaffoflik prinsipi bor. Apparat tadbirkorlikda bilasiz, tushunasizmi? Okey, farqi yo'q. Konstitutsiyaning 33-moddasi bor. Bizga olishga huquq beradi bu narsa. Apparatni tekshirishga bermaydi. Mana shu, qarang, men apparat tekshirmoqchi emasman. Apparat tekshirishga haqqim ham yo'q. Men mana shu sertifikat aynan mana shu apparat ekanligini tekshirish uchun men kodini solishtirib ko'rsak bo'ldi. Kodini aytayapman, mana bu tekshirib O'chirilmaydi. O'chirilmaydi. O'chirilmaydi bu. O'zi multiradarlar bekor bo'layotganingizdan xabaringiz bormi? Bor-a? Samarqand viloyat Samarqand shahrida tushilganda multiradarga necha tezlik? Mana shu qarorni biz sud tartibida bekor qilganmiz-da. Lekin bekor bo'lyapti, lekin baribir odamlar ovora bo'lyapti-da bekor qilishga, okey? Shunga qarab qaraysiz, men xolisona fikringizni bilmoqchiman. so'zlarni axborot xizmatiga borsangiz savolingizga javob berishadi. Siz javob bera olasiz, to'g'rimi? Okey, o'zingiz uchun saqlab qo'ysangiz bo'ladi. To'g'risi bildingiz-a, bekor bo'layotgan sud tartibida. Bo'ldi, sog' bo'ling, charchamang. Mana ko'rdinglar, istalgan multiradarni bekor qilsa bo'ladi. Farqi yo'q, faqat qonuniyligini hech kim tan olmayapti. Bekor qilish uchun qonuniy jarima botidan foydalanishni maslahat beraman. Telegramdan qonuniy jarima botini topib olamiz. Boshqa soxta botlarga aldanmang. Bu yerda biz o'zimizga kerakli bo'lgan arizani tanlab olamiz. Misol uchun multiradar va jarima qarorini PDF shaklida yuboramiz. Va o'zimizga qulay bo'lgan sudni tanlab, telefon raqamimizda yozib qoldiramiz. Bot sizning arizangizni tayyor holatga keltirib, to'liq video maslahat, yozma qo'llanma, sud beradigan barcha savollarga javoblarni ham tashlab beradi. Sudda yutib chiqqaningizdan so'ng 50 million so'mgacha moddiy va ma'naviy zararni undirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bizda to'lov tizimi avtomatlashtirilgan. Eslatma, boshqa bir begona insonga to'lov qilib aldanmang.